Sevgili savoqdoshlar, yaxshimisizlar? Bugun sizlarga olib kelgan idiom Amerikaliklar yoki Kanadaliklar degandek intayin ko'p ishlatiladigan bir idiom. Take it easy. Take it easy degan, ya'ni take deganimiz almoq degan fe'l, it deganimiz u, easy degan oson, lekin bu yerda take it easy deganimiz bir xil o'zingni qo'yivat, bak besimli his qilma bir ishlarda degan. Masalan, bir ishga bak jiddiylashib ketsangiz, bir ishga bak haddidan ziyoda astoydil muomala qilsangiz, take it easy. Voy bo'ldi, sal o'zing besib ola, voy bo'ldi bu ishni bak unutcho'la, murakkab o'ylab ketma degan bo'lsa, take it easy. Masalan, it's okay, take it easy. Voy hech qisi yo'q. Sal o'zingni qanday yenik tut degan ma'noda. Masalan, yoki you're working too hard, take it easy. Bak ishlab ketib borsanjimi? Sal o'zingni qo'yivata degan bo'lsaqmi, take it easy. O'zingni qo'yivat, bak besimliq his qilyapma degan, take it easy. Okay? Shuningga sevimli savoqdoshlar, take it easy. Take it easy. Bak bir ishlarni haddidan ziyoda bak besimliq his qilyapman. Biroz o'zingni qo'yivat degan ma'noda. Esinglar bo'lsin, Atlan Academy'ning har qaysi ijtimoiy taratqularda bu filmlar tarqatildi. Shuning bilan birga YouTube kanalida nurg'un haqsiz darslar bor. Ondan sistemlik kurslarga, mazmunlarga ehtiyojinglar bo'lsa, mayli ig'iz tilini ravon qilish bo'lsin, mayli dastlabki saviya, ya'ni hech qanday ingliz tili asosinglar yo'q holda dastlabki saviyadan tortib o'rganmoqchi bo'linglar va yoki sistemalik grammatikalar bo'lsin va yoki so'zliklar bo'lsin, idiomlar bo'lsin, eng sistemalik darslar Atlan Academy'da nahv maydon darslar bor. Shuning bilan birga o'tilib bo'lgan nahv maydon darslarni xalqa vaqtlarda o'rgana olasizlar. Shuningga Atlan Academy'ga agar ingliz tilini sistemalik o'rganib bir boshqa hech qitim desanglar, Atlan Academy'ga marhamat qilishni, ya'ni qatnashishni unutmang. Kelar qitim ko'rishguncha omon bo'ling. See you next time.